kecha u kornidan galati ovlarni ishchirar edi. Bu oddiy bola emas edi. İhkaridan tirnalayotgandek edi. U korkdi. Juda korkdi. Shifokorlar ham hech narsa tushunishmadi. Bolaning yuzi hech qachon ko'rinmasdi. Bu joyning o'zida la'natlangan edi. Bu yerde bir ayol tirikikleyin kohomilgan edi. U ham homilador edi. Endi u yolg'iz emasdi. Ichidagi narsa uyg'onayotgan edi. U to'kildi, lekin foydasi bo'lmadi. Tug'ruq boshlangan edi. Bu oddiy tug'ruq emas edi. U faqat qaradi. Bu bola tirik edi, lekin inson emasdi. La'nat davom etardi. Ba'zi bolalar tug'ilmaydi, qaytib keladi. Tug'ruq boshlangan edi. Bu oddiy tug'ruq emas edi. U faqat qaradi. Bu bola tirik edi, lekin inson emasdi. Ormon yo'lidan o'tgan har bir odam nima uchun to'satdan tezlikni pasaytirish istagini his qilganini hech kim tushuntira olmadi. Yo'l tor, jim, qalin tumanga o'ralgan, lekin asl sabab doim bir xil edi. U shu yerda turardi. Yolg'iz, mukammal jim. Go'zal qiz ormon yo'lining egri chizigida, go'yo kimnidir kutgandek yoki nimadir. Haydovchilar uni ko'rgan zahoti yuraklari ura boshlaganini aytishdi. Ba'zilarning aytishicha, vaqtning ozi muzlagandek edi. Boshqalar esa o'z fikrlari endi ularga tegishli emasligiga qasam ichdilar. O'sha tunda bir kishi telefonining xira nuriga qarab yolg'iz o'zi yo'l bo'ylab yurdi. Burilishga yetib borgach, to'xtadi. U shu yerda edi. Uning libosi toza, loy tegmagan, shamolsiz havoga qaramay, sochlari ohista to'kilgan edi. U hech narsa demadi. U faqat unga qaradi. Uning ko'zlari chuqur, xotirjam va deyarli jozibali edi. Ularning orasidagi sukunat har qanday qichqiriqdan kuchliroq edi. Erkak ko'kragida galati tortilishni his qildi. Sevgi emas, qo'rquv emas, qorongiroq narsa, nimadir nomini berishni xohlamadi. U bir qadam yaqinlashdi. Ormon go'yo tinglayotgandek ichkariga egilgandek bo'ldi. Har qadamda uning fikrlari og'irlashib, buzilib, hech qachon baland ovozda gapirmagan tasvirlarga tolib borardi. Qiz uning fikrini eshitganday boshini biroz egdi. Uning lablari zaif tabassumga egilib, issiq emas, shafqatsiz emas, bilish. Erkak o'zini fosh bo'lib his qildi. Go'yo uning ruhi uning oldida yalang'och turgandek edi. U bor yo'g'i bir necha fut narida turganida havo o'zgardi. Uning soyasi undan oldin harakatlanib, yer bo'ylab g'ayritabiiy tarzda cho'zilgan. Erkak uning silliq terisida yoriqlar, shisha singandek nozik chiziqlar paydo bo'lganini payqadi. U orqaga qadam tashlamoqchi bo'ldi, lekin oyoqlari itoat qilishdan bosh tortdi. Uning ko'zlari qorayib, butunlay qorayib ketdi. Ormonni emas, balki o'zining yuzini aks ettirdi, aybdorlik bilan burishdi. Sekin-asta, imkonsiz sekin, uning yuzi o'zgara boshladi. Bir tomoni go'zal, insoniy, jozibali bo'lib qoldi. Boshqa tomon siljidi, teri tutunga aylandi, ko'zlar qizarib ketdi, tishlar qadimiy narsaga aylandi. Uning og'zidan emas, birdan hamma joydan pastroq shivirlab eshitildi. Siz oilagansiz, shuning uchun men keldim.
Erkakning nafasi vahima bilan parchalanib ketdi. Shunda u hech qachon gapirmaganini, hech qachon qimirlamaganini va hech qachon kerak emasligini tushundi. U jasadlarni ovlamagan. U ov niyatida edi. Har bir aytilmagan istak, har bir yashirin gunoh uni yaqinlashtirib, qiyofasini shakllantirgan edi. Ormon chiroqlari miltilladi. Uning insoniy yarmi sonib, ostida faqat jinlar qoldi. Baland bo'yli, soyali tepasida ko'tarilgan. Shivir-shivir qaytib keldi. Bu safar sovuqroq. Men sizning fikrlaringiz boshlangan joyda mavjudman. Erkak qichqirdi, lekin ormon ovozni yutib yubordi. Ertalab sayohatchilar xuddi shu yo'ldan o'tishdi. Qiz yo'q. Odam yo'q. Faqat yerda kuygan kulga o'xshagan xira iz va avvalgidan ham og'irroq bo'lgan sukunat. Va qayerdadir, ko'rinmas, u allaqachon kutayotgan edi. Topilmadi, lekin tasavvur qilish uchun. Agar bu qo'ng'iroqni ko'tarsam, u mening o'zimda gap beradi. U dedi, pastga qara. Men qaradim, lekin u yerda men bor edim. Ko'zguda turgan qiz men emas edi. Lekin u mening hayotimni yashayotgandi. Soat tungi 3. Oh-ohda telefonim birdan jiringladi va shu lahzada yuragim to'xtab qolgandek bo'ldi. Chunki bu vaqtda hech kim qo'ng'iroq qilmasligini juda yaxshi bilardim. Ekranga qarasam, noma'lum raqam. Yozuvi yonib turardi va ichimda galati sovuq qo'rquv yugurib o'tdi. Go'yo kimdir qorong'ida menga tikilib turgandek edi. Qo'ng'iroqni ko'tardim va qarshi tomondan o'zimning ovozimga juda o'xshash, ammo juda sovuq va xuddi boshliqdan kelayotgandek tovush eshitildi. Meni eshityapsanmi? Nafasim ichimga tushib ketdi, chunki men bu paytda xonada yolg'iz edim. Derazalar yopiq, eshik qulflangan. Ovoz esa yana davom etdi. Qo'rqma, men senga zarar bermayman. Faqat pastga qaragin. Yuragim qattiq ura boshladi. Telefonni o'chirib qo'ymoqchi bo'ldim, ammo barmoqlarim qotib qolgandek harakatlanmasdi. Birdan telefon yana o'sha ovoz bilan pichirladi. Yotoq ostingga qara. Shu so'zlar bilan xonadagi havo sovib ketdi. Devorlar qoraygandek bo'ldi. Men sekin egilib pastga qaradim, lekin hech kim yo'q edi. Yengil nafas oldim, ammo telefon yana jiringladi va ovoz bu safar yanada yaqinroq eshitildi. Sen meni ko'rmayapsan, lekin men seni ko'ryapman. Ko'zlarim yoshga to'ldi. Qo'rqinchdan qichqirmoqchi bo'ldim, lekin ovozim chiqmasdi. Shunda u yana gapirdi. Men senman, lekin sen emasman. Shu lahzada ko'zguga qarab qoldim va ko'zguda turgan qiz men emas edi. Uning ko'zlari qop-qora, lablarida yovuz tabassum bor edi. Telefonimdan esa so'nggi gap eshitildi. Har kecha soat 3 da sen meni chaqirganingni eslaysanmi? Miyamda xotiralar chaqnadi. Bolaligimda yolg'iz qolgan kechalarim, qorong'ilikda pichirlab yordam so'ragan lahzalarim va men bilmasdan jinni chaqirganimni tushundim. Telefon asta-sekin ochdi. Chiroqlar ochib yonib ketdi va ko'zgudagi u narsa menga yaqinlashdi. Endi esa har kecha soat 3 da telefonim jiringlaydi. Lekin men uni ko'tarmayman, chunki men juda yaxshi bilaman. Agar ko'tarsam, bu safar u telefon ichidan emas, xonam ichidan gapiradi. Biu palataga kirmamam. Hamshira, men o'lganman, lekin tanam hali shu yerda. Doktor, bu ismni hech kim yozmadi. Bu sizning ismingiz. Soat tungi tort, oh edi. Shifoxona ichida esa odatdagidek sukunat hukm surardi. Faqat yurak monitorlarining sekinasta chiqargan ovozi va uzoq yo'laklarda yonib ochib turgan lampalarning xirillagan nuri bor edi. Ammo aynan shu paytda hech kim tilga olishni yoqtirmaydigan olti palata tomondan to'satdan chaqiruv tugmasi jiringlab ketdi. Bu palata 10 yildan beri yopiq edi, chunki rasmiy hujjatlarga ko'ra u yerda oxirgi bemor 1998 yilda vafot etgan. Yangi ish boshlagan hamshira esa bu haqida hali ogohlantirilmagan edi. U qo'lidagi ro'yxatga qarab, 6 palata bemor chaqiryapti degan yozuvni ko'rib hayron bo'ldi va yuragi gup-gup urgan holda sovuq yo'lakdan sekin qadam tashlab eshik tomon bordi. Eshikni ochgan zahoti uni ichkaridan urib chiqqan muzdek shamol va chirigan dorilar hidi qarshi oldi. Palata bosh edi, lekin parda asta-sekin qimirlab turardi. Xuddi kimdir hozirgina o'rnidan turgandek. Hamshira qattiq qo'rqib, chaqiruv tugmasini o'chirish uchun devorga yaqinlashganida, uning ortidan juda past, ammo aniq eshitiladigan ovoz kelib qoldi. Hamshira, men hali ketmadim. U orqasiga qaradi, ammo hech kim yo'q edi. Shunda palata ichidagi monitor birdan oz-ozdan yoqilib, tekis chiziq o'rniga sekin urayotgan yurak chizigini ko'rsata boshladi. Hujjatlar stolidagi eski daftar ochilib ketdi va unda qon rangiga o'xshash siyoh bilan chiqarildi.
1998 deb yozilgani ko'rindi. Aynan shu lahzada chaqiruv tugmasi yana bir marta jiringladi. Hamshiraning quloqlari shangillab ketdi, nafasi qisildi. U tashqariga yugurmoqchi bo'ldi, ammo eshik yopilib qoldi. Qorong'ilik ichidan asta-sekin odamga o'xshash soyalar shakllana boshladi va o'sha ovoz yana qaytardi. Olti palata faqat qaytishni istaganlar uchun ochiladi. Tong otganda esa boshqa hamshiralar uni palata eshigi oldida hushsiz holatda topishdi. Lekin eng dahshatlisi shundaki, reanimatsiya daftarida yangi yozuv paydo bo'lgan edi. Bemor qabul qilindi. Tort, 7am va pastida bitta ism yozilgan edi, o'sha hamshiraning ismi. Qora yo'l har doim sovuq bo'lardi, lekin o'sha tun u tirikdek nafas olayotgandek tuyuldi. Soat ropparosi 12. bo'lganda tuman qalinlashib, eski bekat chirog'i bir marta milt etib ochdi va jimjitlik ichidan zang bosgan, oynalari qoraygan, raqami ochib ketgan songi avtobus yiqilib paydo bo'ldi. Men shunchaki uyga tezroq yetib olishni xohlagandim. Shuning uchun ichimdagi galati qo'rquvni bosib, eshigi sekin ochilganda ichkariga qadam qo'ydim. Ammo oyoqlarim polga tekkani zahoti yuragim muzlab qoldi. Salon bombosh, o'rindiqlarda esa odamlar emas, xira soyalar o'tirardi. Ularning yuzlari yo'q, faqat ko'z o'rnida qora chuqurliklar bor edi. Avtobus harakatga tushdi. Derazalardan tashqarida esa tanish shahar emas, cheksiz qora yo'l oqib o'tayotgandek ko'rinar. Oynalarga qarasam, o'zimni ko'rmasdim, faqat orqamda tik turgan, qo'llari uzun, bo'yni egilgan konduktorning aksini ko'rardim. U pichirlab, "Chipta, oxirgi manzilgacha", dedi va menga sovuq qog'oz uzatdi. Unda sana bugungi emas, ertangi kun edi. Yuragim tez ura boshladi. Yonimdagi soyadan sekin ovoz chiqdi. "Bu avtobus faqat ertaga oladiganlarni olib yuradi", dedi u xuddi bu yerda bo'lish odatidek. Men tushmoqchi bo'ldim, lekin tugmalar ishlamasdi. Eshiklar yopiq, yo'l esa burilmasdan davom etardi. Birdan orqa tomondan bolakayning kulgisi eshitildi, lekin o'girilsam, faqat bosh. O'rindiq, kulgi esa qulog'im ichida jaranglardi. Avtobus to'xtaganda har bekatda bir soya tushib qolardi va u tushgan zahoti tanasi tutun bo'lib erib ketardi. Devorlarda esa ularning ismlari va olim vaqti qizil rangda paydo bo'lardi. Oxiri mening ismim ham yozildi. Vaqt esa 17. Nafasim qisildi. Konduktor menga yaqinlashib, qulog'imga shivirladi. "Agar oxirgi bekatga yetmasdan uyg'onsang, yashaysan", dedi va chiroqlar birdan ochdi. Ko'zlarimni ochsam, men bekatda yotardim. Tong yorishayotgan edi. Hammasi tushdek tuyuldi. Ammo qo'limda o'sha chipta bor edi. Undagi sana bugun, vaqt esa 17. Yuragimni bosib, yugurib uyga qaytdim. Lekin kechasi soat 3dan 17 daqiqa o'tganda telefonim ozi yoqilib ketdi. Ekranda noma'lum raqam, jimjitlik ichidan tanish pichir eshitildi. Keyingi safar, oxirgi bekat.